Do'stlar, hamma mashhurlarni bir joyga jamladim. Qani, ketdik. Ipmon kung-fu ustasi. Taniganlar bormi? Ha, bitta jechan ekan, muxlislaring, ha. Rossiyada qanday ozg'in edi, O'zbekistonga kelib semirib ketdi mashina. Qo'y, yosh kamroq yeyish kerak edi. Mana talab va istaklaringlar bilan zo'rg'a qidirib top keldim. Mr. Bean. Vo, bu kinolarni ko'ryapmiz, bo'yka. Yuriy bo'yka. Jetjan aka, Olg'a, biz siz bilan. Siz? Jetjan aka, ichkaridamisiz? Ha, men ichkaridaman. Tuk. Shohruxxondan salom. Kallani qimlat, kallani. Ana kommentariyada 70 tachami qiz seni yo'q qolibdi do'stim. Nima deysiz? Ashka qizlarga bir og'iz gapiring. Uylanganmizdan yo bo'ydoqmizdan gapirib qo'y, ha. Men sizlar uchun bo'ydoqman hali ham. Demak uylangan bo'lsang ham. Albatta. Ketaniga cho'ktirgan akamiz. Albatta. Nimani kasofatiga cho'kkanini hamma biladi. Roza sababchi. Sizda bo'yi bichar menda. O'zi o'tirishdan bilinib turibdi o'zi. O'tirishdan bilinib turibdi. Hammaga salom. Xudo xolasa uyga birpas yetib olamiz, tavsim bilan. Albatta. Bilan hammaga salom. Bu akamizni ko'pchilik tanimaydi. Sababi mana aka bilan bu akani ko'p kinoda yonma-yon ko'rgansizlar. Sen kimsan? Qaytmas. Endi qayt. Do'stlar, bu hammasi emas. Xudo xolasa qolganlarini ham ko'rsataman.